Azizlar, mana sizlar ham 1 yilda boring, yana 1,5 yilda xuddi shunaqa BYD mashinalarni olmoqchimisizlar? Hozir sizlarga zo'r bizneslardan birini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni uy sharoitida xotirjam daromad qilsa bo'ladigan bizneslardan biri. Bilamiz, hozir mana qurilish sezonlari boshlandi. Shu sababdan qurilish mollariga talab juda ko'p. Bu yerda mana usta akalarimiz xuddi shunday qoliplarni o'rnatishyapti. Bu nima ekan deb boshlar qatayotgan bo'lsa, qaranglar, rels bilan oldiga, orqaga bemalol tortib yurg'azsangiz bo'ladi. Bu yerda 1, 2, 3, 4 ta qolip joylashtirilgan. Qaranglar, alohida blok qilingan mana bu yerda. Nima sababdan shu holatga keltirilgan? Sizlarga batafsil tushuntirib o'tamiz. Albatta, videoni o'tkazmasdan kuzatib borishda davom etinglar. Mana usta akamiz relslarni yasab boryapti. Hormay usta aka. Charchamayapsizmi? Mana bu yerda qoliplarni terish jarayoni akalar. Xo'p, bu bizneslarimiz, ya'ni bu biznes orqali siz kuniga holatingizga qarab 300 ming so'mdan 200 dollargacha daromad qilish imkoniga ega bo'lasiz. Mana bu yerda professional ustalar buni ustanovka jarayonida hozir o'zi sizlarga batafsil hisob kitoblari va uskunalar nech pulga aylanadi va nech pul bilan bu ishni yo'lga qo'yib olsa bo'ladi, qisqacha tanishtirib o'tadi. Demak, bitta like hamda podpiskani ayamay turinglar. Biz unda boshladik. Usta Hormay. Salomat bo'ling aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Kesib oldilarmi aka, charchamay. Hormay, nima qilyapsiz endi? Shuni hozir 224 ga moslayapmiz 3 fazani. Aha. Akalarimizni 3 faza ham 224 ga mos bor ekan, ikkoviga ham moslayapmiz hozir. Olasi 220, olasi 3 fazada ishlashaveradi aka. Yaxshi. Bu apparat qanaqa apparat o'zi? Bu gazoblo ishlab chiqarish uskunalarimiz aka, mishalkalari bu. Aha. Shuni hozir montajini qilyapti turdik, motorlarnigini. Aha. Bu yerda hozir binne o'rtacha liniya bo'lyapti aka. Avtomat reskadan tashqari polni hamma narsa qo'yilyapti bu yerga. Aha. Qoliplarni elistib yuradigan qilib, xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatyapmiz aka. Buni rosa hafsala qilyapsizlar ekan, xuddi sexga o'xshatib. Alohida e'tibor bilan bunaqasini hali ko'rmadim to'g'risi. Bu yangilik ekan. Bunaqa sushulkalar bilan qilishyapti akalarimiz. Tepalarni o'rab, Aha. joy qilishda. Hozir bundan qancha gazobloy chiqadi? Qancha apparat o'rnatilyapti? Nech pul kuniga akamiz? Bu yerda o'sha 10 ta qolip kelgan aka, yarim kubalik qolipdan 10 ta kelgan aka. 5 kuba chiqaradi. Bir chiqarganda 120 dona g'ish chiqadi aka. Kuniga. Aha. 120 ta dona g'ish chiqadigan bo'lyapti aka bu yerda. Aha. Hop. Qoliplarimiz liniyaga moslanyapti. Bu yog'i yana oxirigacha dakansa qolip qo'shishadi. Hozir ish boshlagan 10 ta qolipi bilan yurgizishyapti akalarimiz. Aha. Bundan tashqari hozir yana 20 ta qolipga zakaz berib turishibdi. Bundan tashqari, xudo xolasa. Buni ham bir hafta 10 kunda sal yo'lga qo'yib olib turib, sirazu qoliplarni olib kelishadi. Dakansa oxirigacha ketadi mana shu tomonga, xudo xolasa. Demak, o'sha zaborgacha borar ekan-a? Zaborgacha boradi. Bu yog'i mana rels tagini u yoqqa ulagan chiqarib qo'yganmiz. Ko'ndalan ikkita araba qo'yiladi aka bu yoqqa, qolipni liniyadan liniyaga olib o'tadigan qilib. Hozir faqat to'g'ri yurgizilyapti aka qoliplar. Bu akamiz avtomat reska ham oladigan bo'lgan, xudo xolasa uni kuziga qilib beradigan bo'lganmiz akamizga. Hozircha shart emasda kuzlarga avtomat reskasigacha qo'yib beramiz akamizga. Yaxshi. Shu turishiga nech pul sarflayapti? Hozir aka akamiz tagini betonni kuydirib berdi xolos bizga. Yo'lligini o'zimiz olib tashlayapmiz aka. Betonni kuydirib bergan. Keyinda o'ziga sharoit qilyapti. Sushulkalarni qilib, paralkalarni suvda ichkarini issiqroq saqlash bunaqasida qilib qilishyapti. Hop, apparatimiz aka hozir bu yerga 4,5 ming dollar atrofida tushib turibdi aka. 4,5 ming atrofida. 4,5 ming atrofida tushyapti hozir. 10 ta qolib hamma narsasi bilan, suv yo'nqichlari ham ko'rgan bo'lsangiz, 1,5 ming dollarligida 1 tonnalikdan boshlanadi aka. Bu yerda hozir 2 tonnali suv bochkanimiz kelgan. Shundan keyin qolipini ko'paytirsa ham bemalol suvlar zaxirada turaveradi aka. Buni vazifasi nima o'zi? Shu suv bochkasini isitib beradimi? Suv, endi gazobloy aka ko'pchilik biladi, issiq suvda ishlaydi aka. Shu 4 ta fasl qanaqa, 4 faslga qarab suvni issiq sovuq qilib qo'shilgan narsasini ham boshqasini ham 4 faslga qarab qo'shilib chiqariladigan narsaga, bu juda ince narsa. Juda yaxshi. Suv bochkalarni xudo xolasa hozir montajlarni qilib, tellarni qo'yib, suvlarni kuyib, buni isitishga qo'yib, tellarni suqib qo'yganmiz aka. Motor hamma yo'qni ishlatib berdik.
Ustanovka jarayonida bular ustanovka oldiga orqaga jarayoni. yurar ekanda bular ya. Ha, bu Miksер. hozir banonlarga bu aqadaqa bemalol yuraveradi. Aha. Endi bu yerga kundan rels tushadigan paytda bu mishalkamiz mana shu yerga turadi aka. Aha. Bitta yerda turadi, balonlarni yechib tashlab, shu tepaga beton ustiga svarkalar mixlab qo'yamiz aka. Haqirib. Bu bochkamiz ham tepaga chiqadi aka. Aha. Bu yoqqa qolib ko'paygandan keyin hozir mana shu holatda ishlatib turishadi ekan uni. Aha. Ilyosbek, endi eng qiziq joyi xuddi shuncha apparat bilan necha pul daromad qilsa bo'ladi? Xo'p, kuniga aka hozir bu bir bilan atrofida pul chiqarsa bo'ladi aka. Kuniga Tashib turishida, ha. kuniga 1 million. 10 ta qolip bilan 10 ta qolib. hozirgi holatda. Ikki obrot aylantirgan taqdirda ham aka $100 pul qoladi bir kunda. Aha. O'zini hali sarflagan rasxoddan tashqari qoladi aka u. Ha, foydasi Ha, foydasi ashda qoladi aka. foydasi shunaqa qoladi. Endi bu 10 ta qolipga necha kishi ishlashi kerak? 10 ta qolipdagi hozir 2 ta bola ishlaydi aka. 2 ta bola ishlaydi. 2 ta bola yetadi. Keyin qolibini ko'paytirgandan keyin 3 ta, 4 ta bola qo'shilib ketaveradi. Aha, yaxshi. Donasi o'zlarini hisob kitobini chiqarib olish uchun donasini rasxodi necha pulga tushadi, necha pulga sotiladi? Sof foydasi Hozir aka bitta qolibgacha 110 minggacha rasxod ketyapti. Hamma rasxod ichi to'ki, oziq-ovqati, boshqasi, xurmo, semeni 110 ming so'm ketyapti bitta qolibga. Bitta qolib. 100 ming oshiqroq ketyapti. Aha. Nechta ish chiqadi? 12 ta chiqadi aka. Bitta gaza bo'ladi, 17 ming sotilyapti aka o'rtacha. Aha. 17 ming so'm. Shunda bitta 9 mingdan 10 mingga bormaydigan holatda to'xtaydi bitta gaza bo'laveramiz. bitta qolipdan shunda necha pul foyda qolyapti? Bitta qolipimiz aka 60 ming so'm qoladi bir dona qolipda. 65 ming, 60 ming, ham 60 ming qoladi. 10 ta qolip 600 ming aka. Kuniga 2 obrot aylanadigan bo'lsa 240 ta g'ish chiqadi aka. 10 kun bag'ish chiqadi kuniga. Aha. 10 kun bag'ishimiz 24 tadan bo'lganda 240 dona bo'ladi aka. Bir donasidan 6 ming so'm qo'yganda ham 1 million 200 ming so'm pul qoladi aka. Bu sof foyda ishchilardan. Ha, bu hamma rasxoddan tashqari aka u. Hamma chunki hozir 6 ming emas 7 ming so'mgacha qolyapti-da hozir. Men maksimalni 6 ming so'm hisoblayapman hozir. 500 ming so'm plus ming so'm qilyapman hozir. Aha. Juda yaxshi. Demak akalar, buni mana xohlasanglar uy sharoitida, xohlasanglar manaqa sex sharoitida ham qilsanglar bo'lar ekan. Oldin mana reklama qilgan bo'lsak, bu holatni birinchi marta ko'ryapman. Akamiz ham o'ta mehr bilan qilyapti ekan, sharoitlarga o'zingizlar baho berib ketasizlar. Xo'p, ikkita odam ishlatib qo'yib, xotirjam pulinglar bo'lsa, pulni tikib qo'yib, kuniga $100 dan xotirjam daromad qilsanglar bo'lar ekan. Mana usta akalar aytayapti, rasxodlaridan tashqari sof foydani o'zi. Agar qoliplar ko'payadigan bo'lsa, daromadi ham unga qarab ko'payadi. Bu aka hozir asosiy ishini qilyapti. Bundan keyin faqat qo'shimcha narsasi qolib qo'shib ketadi xolos bunga. Xudo xolos kuzroqqa yaqin bitta avtomat reska qilib beramiz akamizga. Hozir ruchnoy reska zakaz bering, ruchnoy reskada kesib turaveradi aka. Qoliplari suchulkadan suchulkaga o'taveradi aka. Hali poddomni aqa ko'tarib yurish shart emas aka. Bemalol yuraveradi aka. Qolipni yuradigan qilib Yengil ekan-a? ha, yengil aka. Bir kishi bemalol o'zi tiklayveradi. Mana shu qolipda o'zim tiklab kelyapman. Hozir ketayapti 20 ga yetib bormay vaqtim ketdi aka. O'zi 5-qolipni tiklaganini o'tyapti turdim aka, siz kelib qoldi aka. Bitta qolipga o'rtacha 3 minut vaqt ketadi. Bitta odam o'zi tiklaydigan bo'lsa. Buni bemalol yoqqa bu yoqqa surib foydalansa bo'ladi. Bu yoqqa 5 ta, nari yoqqa 5 ta tushyapti ekanda. Hammasi bitta liniyalar shunday aylanib yuraveradi aka. Ha, liniya bo'lib ketadimi o'zi? Aylanib. Hammasi bir tomonda yuradi. Aha, tushunarli. Xo'p, buni aytaylik 4,5 ming atrofida pul aytdik hozir bunga. Lekin uncha puli yo'q-ku, xuddi shunaqa biznes qilmoqchi bo'lganlarga eng kamida necha pul bilan boshlasa bo'ladi? Opaga, bu relis yuradigan qoliplarimiz, yerdan turadigan qoliplarimiz bor aka, bitta joyda. $1,5 ming dollardan boshlanadi aka, bir komplet. $1,5 ming dollardan hozir $7,5 ming dollargacha qurib beryapmiz aka. $1,5 ming dollardan $7,5 ming dollargacha. Ha, $1,5 mingdan $7,5 minggacha sharoitiga qarab chiqarib berilaveradi. Keyin nima desam bo'ladi? Hali umuman puli yo'q, shu biznesga qiziq turgan akalarimiz bo'lsa, telefon qilishaversin. Hokim yordamchisi orqali ham через gaplashaveradi aka. Yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz aka. Misol bekor o'tirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, yo boshqa bo'lsa aka, oilaviy qilsa ham bo'ladi aka uni. Misol ishlab chiqarish puli yo'q, boshqasi yo'q. Telefon qilsa, yo'l yo'rig'ini ko'rsataveramiz aka. Yaxshi. Xo'p, agar qoliplar kerak bo'lsa, qayergacha borib ustanovka qilib berasizlar? Dastavka aka 12 ta viloyatga bor O'zbekiston bo'ylab. Qo'shni davlat Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlariga gransigacha olib kirib beraveramiz aka. Gransigacha olib kirib beramiz aka. Hozir qoliplarni bir Tailandni ko'rsatib o'taylik aka buni. Keyin relis qoliplarimizga aka
Tagi 8 ga 4 profil to'qiladi, stenasi 2 stena aka. Yon bakovoylari aka 5 ga 3 to'qiladi, stenasi 1.7 stena to'qiladi aka. Qoliplarimiz tag ko'rinishi aka. 8 ga 4 aka. Bu pastda bitta joyda turadigan qoliplarimizniki 6 ga 4 to'qiladi aka. Ash tag profilda farq qiladi, keyin rolga qo'yiladi unga. Juda yaxshi. Ilyosbek endi aytaylik 1,5 ming bilan ish boshladi, eng kamida necha pul daromad qiladi? 1,5 ming dollar bilan boshlaydi, kuniga 300 ming so'm topa oladi aka. Kuniga 300 ming so'm. Nechta odam ishlaydi unda? Buni bir kishi ham bemalol ishlasa bo'ladi, faqatgina riskani ko'tarib olib qo'yishda qiynaladi aka. Oilaviy bo'ladigan bo'lsa, uyda bola chaqasi bilan olishadigan bo'lsa, misoldan aka, bitta odam o'zi bemalol kuyuradi. Hozir mana shu 10 ta qolib kuyib to'ldirgan aka 1 soat vaqt ketadi xolos, 2 dona odam. Shu bilan 4 soat atrofida turadi aka qolipda. 4 soat turadi, 4 soatdan keyin chiqadi aka qolipdan. Sekin ishi o'z me'yoriga yetgandan keyin riskada kesib oladi ekan u. Xo'p, agar 1,5 ming bilan ish boshlansa, 300 minggacha kunlik daromad qilsa bo'lar ekan. Agar pulingizga qarab qancha yuqori. Misol, bir dona qolib qo'shadigan bo'lsa, bu yog'i mana kunlar isib ketyapti. Bemalol kuniga 2 oborot aylantirsa bo'ladi aka. Bu degani bitta qolib qo'shilsa, 24 tadan g'ish qo'shilaveradi aka. Chiqaryapti yabimga kuniga 24 tadan g'ish qo'shilaveradi aka. Bundan oldingi videoda ham ko'rsatib o'tdik aka, siz kanalingizga qo'ydik. 17 ta qolib bilan qo'ydik, akalarimiz ham o'zi yurgizib olishdi aka, xudo xolasa. Buradan boshlab yubordi ishlarni aka. Xudo xolasa bu akalarimiz ham 2-3 kunda o'zi ishga tushadi, xudo xolasa. Alloh barakasini bersin. Aziz kuzatuvchilar, menimcha hozir kerakli savollarga javob berdik yo bu narsasi qolib ketdimi? Aytaylik. Yo'q, beda bo'ldi aka. Endi xudo xolasa qolgan videolarni o'zimiz sexda olamiz aka, bilasiz. Pinablok, gazablok, tomshov apparatlari, apparat turlari ko'p aka bizda. Asl ekranda raqamlar aloqaga chiqsa, tomshov apparati kerakmi, pinablok uskunasi kerakmi aka, gazablok uskunasimi? Hammasini yetkazib beramiz aka. Hozir aka bu yerda Andijon viloyati Xo'jobodda o'rnatyapmiz aka bu. Ustanovkani. Hozir Xo'jobodda turibmiz a? Ha, Xo'jobodda turibmiz aka hozir. Akalar, aytib o'tganimizdek, O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarni o'zlari borib qilib berishadi. Qanaqadir savol bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana Ilyosbekning o'zi xizmatlarda bo'ladi. Xohlasanglar mana gazablok apparatlari, xohlasanglar pinablok apparatlari, xohlasanglar xomga pina quyish apparatlarini o'zi yasab, yetkazib, ishlatib ko'rsatib ham beradi. Savolinglar bo'lsa, bemalol savolinglarga javob olishinglar ham mumkin. Demak, e'tiborlar uchun kattakon rahmat. Videoni foydali deb hisoblasanglar, albatta bitta like bosib, xuddi shunaqa mana sezon boshlandi, yangi biznes qilishim kerak degan yaqininglarga bu videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Ilyosbek, ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Alloh sizlarga xudo xolasa yaxshi kunlar ko'rishguncha kerak. Azizlar, salomat bo'linglar.